O'zbekiston Transport vazirligi endilikda taksi haydovchilariga beriladigan litsenziyalarni ularning yashash hududiga qarab berilishini e'lon qilgandi. Poytaxtdagi taksi haydovchilarining katta qismi viloyatlardan kelganligini hisobga oladigan bo'lsak, xayr Toshkent, salom viloyat. Xo'sh, bu xabarga yurtdoshlarimizning munosabati qanday? Hozir bilib olamiz. U millatchilikka ham, anaqachilikni ham kuchaytiradi-da, hududchilikni ham kuchaytiradi u narsa. Men viloyatdaman, Samarqand viloyatidaman. Masalanki, bu yerda men ishlamas, viloyating var ishla desa, qanaqa to'g'ri keladi? To'g'ri kelmaydi, qanaqa qonunga to'g'ri keladi? Endi albatta viloyatning o'zida qilgan yaxshi, lekin shaharga keladiganlar ham ko'p. O'qiyotgan odamlarga ish topib bera olmayapti. Taksichilik bu o'zini kunini o'zi ko'ryapti-da, misol taksida. To'g'ri kelmaydi-da, baribir tirikchilik qilish kerak xalq. Agarda viloyatdan kelgan taksistlar viloyatiga qaytib ketadigan bo'lsa, Toshkent shahridagi odam tashish talabini, demak Toshkent shahridagi taksistlar qondira oladimi? Qondira olmaydi. Narxlar oshadi. Hududchilik ham olib keladi u narsa. Yo'q, karvon ko'p rizq bo'ladi-ku, baribir taksi topiladi-ku. Hamma tirikchiligi bor-da endi baribir. Siz bilan biz harakat qilganimiz bilan peshonaga yozilgani bo'ladi. Bu yoq kelmaganimiz bilan Gulistonda topamiz pulni misol. Yo'q, qila olmaydi. Mana shu yo'l kira qimmatlashib ketadi. Eshitib nima deyapti? Hamma o'zini yurtida ishlasin, taksichilik qilsin. O'shanga nima deysizlar deyapti. Toshkent viloyatida qancha pul topadi, Toshkent shahrida? Harakatga bog'liq u narsa. 500 ming, 600 ming, kimlardir 1 million ham topish mumkin Yandexda misol uchun. Gulistonda o'ldim deganda 300 ming so'm pul topaman. Toshkent shahrida Kuniga 500 ming so'm pul topaman. mana shu qonun kuchga kiradigan bo'lsa, qanaqa o'zgarish bo'lishi mumkin? Siz qishloqdasiz, men viloyatdaman, men shahardaman, shunaqa bo'linish bo'ladi. Nima bo'ladi boshqamizda? O'rtada nima bo'ladi? O'rtada kelishmovchilik ko'p bo'ladi. Men viloyatdan kelgandan keyin bedali sig'dirmasa, boshqacha bo'lsa, muomala qanaqa bo'ladi? Xalq demokratik partiyasi bo'lsa, ushbu qarorni konstitutsiyaga zid ekanligi va fuqarolarning huquqlarini buzilayotganligini bildirdi. Shuningdek, kameraga tushishni istamagan yurtdoshlarimiz chindan ham bu qaror kuchga kiradigan bo'lsa, Toshkent shahrida tirbandlik biroz kamayadi va Toshkent shahrining ekologik holati yaxshilanadi degan fikrlarni ham bildirganlar bo'ldi. Xo'sh, sizning fikringiz qanday? Chindan ham bu qaror to'g'rimi yoki noto'g'ri? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.